Qayerdan kelyapsan? Tinchlikmi Akbar aka? Qayerdan kelyapsan dedim men senga. Ha, uydan oyimnikiga borib kelaman degandim-ku. Uyingizga bormadingiz-ku, kelin? Voy, bu nima deganingiz oyijon? Oyimga gap qaytarmang. Bu nima? A? Nima bu? A? Otam bilan qayerga, nima ish qilib kelyapsan? Opajon, nimalar deyapsiz? Menga qarang. O'zingizni go'llikka solmang. Oshxonadagi hamma gaplaringizni eshitdim. Qayerdan kelyapsiz? Oyijon, bilib bilmasdan har narsani gapiravermang. Oyimga bunaqa deyishga nima haqqing bor seni? Iflos. Bor chiqib ket uyimdan. Uyalmadingmi, ha? Men tushuntirib beraman, noto'g'ri tushunyapsiz. Hech kim seni eshitmaydi. Bor, olib chiqib ket hamma narsani, yig'ishtir. Bir og'iz gapirma, eshitdingmi? Hozir bir nima qilib qo'yaman seni, bir nima qilib qo'yaman. Bor chiqib ket. Tushuntirib beraman, nimaga tushunmaysizlar? Noto'g'ri tushundinglar, opa. Ol qo'lingni. Nimani to'g'ri tushunishimiz Alo. kerak-a? Ko'zim bilan ko'rib turibman-ku. Ko'rmayapsanmi yoki-da? Eshitaman. Akrom akaning o'g'illarmisiz? Ha? Akrom aka choyxonada do'stlari bilan edi. To'satdan yuraklari urishdan to'xtab qoldi. Nima? Shifokor chaqirdik. Afsuski saqlab qola olmadik. Kimsiz? Choyxonada ish yurituvchiman. Xudo sabr bersin. Akbar, nimadir bo'ldimi, gapirsen-chi? O senga gapiryapman. Dadammi yuraklari xuruj qilib to'xtab qolganmish. Dadam? Kasofat! Hammasi seni deb bo'ldi. Sen qilding. Shum qadam. Nima qilding dadamni? Men hech narsa qilmadim, opajon. Qanaqasiga senga ishonaman? Sen kelding, dadam o'ldi. Seni kasofatingni deb bo'ldi. Dadajon. Dadajon. Yo'q, chiqib ket. Shum